Dersimize davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Endiki mavzumundaq. Yaponiya matbuatları. Amerika bilan Jungoning tashqariga qartilgan mohiyatları. İki devletlerin zomagarlik talışışının başlanışıdır dedi. Mavzulu haber 2. ayının 23. günü Doyutor bitedi ilan kılın. Bu haber analiz haberi iken bu adeti haberde haber emas. Şuna hürmetli vatandaşlarımdan köngül bereliğine işenemen. Haber mundaq başlan. Gerçi Jungo hükümeti köp yıllardan beri bir eğizden atalmış dünya zomagerligini talaşmayımız dep ifade bildirip kelgen bolsun mu? Lekin Jungo'nun iktisadi ve harbiy kuchinin taraqqiyotiga ergishib, onun amaliy harakati bilan so'zlayotgan so'zi bir dakika ega bo'lmayotganligini tashqari dunyo ko'rib ketdi. Yaponiya iqtisod uçurları gezdi. 23. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Yüzaki qaraganda Amerika Jungo münasibeti Prezident Trump o'tgan yili Jungoni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin vaqtliq jimliqqa cho'kkandek ko'rinadi. Nerede cimlik oldu bu cümlenin hata yaptı. Cimlikqa cho'kkandek ko'rindi. Gerçi zor soda ta'tir farqidan norozi bo'lsa-mu, Prezident Trump hukumati texi Jungoni qattiq bir chekib baqqan yo'q. Ammo gapma to'g'ri. Masalan, yuqoridagi siyosatlarni biz ko'rib kelayotgan siyosatni belgiledi, lekin amaliy taq yo'l qo'ygan yo'q. Shunga ma'lum taq chekib baqqan yo'q deb Yaponiya gezdi. Prezident Trump Twitter'da fikir qoldirib, Xi Jinpingni madhiyalab ishonishga bo'ladigan ulug' doiy deb ko'rsatgan. Bularning hammasi Chavshan masalasini Jungoning hamkorlashishni qo'lga keltirish uchun deb qaralgan edi. Va uning oldingi sharti deb qaralgan edi. Aqsaroyga ergishib kelsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi va Amerika armiyasining yadroliq rahbarlik qatlamining harakatlariga qarasangiz, vaziyatning undaq emasligini bayqaysiz. Xuddi yerdan qaynab chiqqan zaykashga o'xshash. Kun sayin kuchayayotgan Jungo den hushyor bo'lish va hazar aylash azar Amerikada tadrijiy kengayishga boshladi. Jungodan hazar aylash azar Amerikada tadrijiy kengayishga boshladi. 2018 yilga kirib kelgandan keyin Washington Hudson tadqiqot ordi chaqirgan endi Tinch okean vaziyati muhokama yig'inida bu yig'inga tadqiqot ordining bexatarlik iqtisod sohalari mutaxassislari va Amerikaning sobiq amaldorlari qatnashgan edi. Şu yığında ular muhokama qilgan masalalarda kishilarda cho'nqur ta'sirat qoldirdi. Bular bu cho'nqur ta'sirat qoldirgani Jungoning bir yo'l, bir belbog'i siyosidan hushyor bo'lish edi. Demak, yig'inda muhokama qilingan eng muhim masala Jungoning bir yo'l, bir belbog' siyosidan hushyor bo'lish. Bir yo'l, bir belbog' siyosati Jungo yetakchiligida Asiyadan Yevropagacha deniz ve quruqlikda asosiy qurilish aslihalari plani qurilishini yo'lga qo'yishni ko'rsatdi. Demak, Asiyadan Yevropagacha deniz ve quruqlikda asosiy qurilish aslihalarini yo'l qo'yish va buni boshlashni ko'rsatdi deb. Jungo bunga nihoyat zo'r mablag' soldi. Quruqlik va deniz portlarini qurishni boshlab etdi. Bir yo'l, bir belbog' tasavvuri tamamlangan hamon Jungoning ko'sh doirasi endi Tinch okean sahasini qoplaydi. Bundaq ansirash Hudson tadqiqoti muhokama yig'inida yig'in qatnashganlar Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlarining bir yo'l, bir belbog' siyosatiga qandaq taqobil to'g'risida fikr almashtirdi.
Cumhur'un bir yol, bir balbal siyasi qandaq taqabıl iş doğrusunda, taqabıl turuş doğrusunda hadison tatqiqat yığınıdık muhakemelerde özara fikir almıştı. Əməliyyatda Prezident Trump hükümetinin arıq oylusu da bundaq muhakeme təbiili otlarına çıktı. Bir yerde arıq oylusu degende ihtimal Latin Amerikası devletlerinde közü çıkan bolsa gerek. Ahvaldan xabardar kişilerin sözleriga asaslanganda Amerika Devlet Bexatarligi mutaxassislerinin aşkarlışça yakından biri şundaq yüzünüş otlarına çıkan. Prezident Trump Asiya ziyaretini ahırlaştırıp Amerika qaytıp gelgenliği için 2017 yılı 11. ayının ahırda yıl ahırgacha Aksaray'da bir qancha qitim devlet bexatarligiga kapolat qilish qatorliq yig'inlar chaqirildi. Ahvolga asoslanganda bu yig'inlarning bosh temisi bir yo'l, bir belbog' ta'sir kuchi kengayayotgan jungoga qandoq taqobil turish. Aksaray'da açılgan yig'inlarning bosh temisi bir yo'l, bir belbog' ta'sir kuchi kengayayotgan jungoga qandoq taqobil turish. Ne mazmun qilgan. Hal qilish loyihasida da erkin echivitilgan endi Tinch okean strategiyasini ilgari surishni bekitgan. Buni hal qilishning chorasi yoki taqobil turishning chorasi erkin va echivitilgan endi Tinch okean strategiyasini ilgari surish rasmiy bekitilgan. Endi konkret siyosat hujjatlar nima ma'qulligi Aksaray'da açılgan yig'inlarda deydi. Asosliq mazmuni tubandik 3 nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, ittifoqdoshlar va do'st davlatlar bilan qo'l tutishib, Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz, Hindiy okean, Arab dengizida faoliyat boshlash. Demek Jungo bütün dünya kengayıvatıdı. Hem de bir yerde Aksaray'da açılgan yığınlardan birinci nemi deydi? İttifaktaşlar ve dost devletler bilen kol tutuşup Şarkı deniz, Janubi deniz, Hindi okean, Arap denizinde faaliyet başlaş. Kanunga asaslangan erkin tertipten buzgunçılıkka uçuruşeden saklanış. İkinci, bunun için Japonya, Amerika, Avustralya, Hindistan bilen birleşip ayrım halda denizçarlaşını küçeytiş. Bunun için Japonya, Amerika, Avustralya, Hindistan bilen birleşip ayrım halda denizçarlaştı küçeytiş. Ondan başka deniz kırgıqi devletlerinin sakçı kısımları kuruluşunu qollaş ve onların öz çigaralarını qoq dışığa yardım verir. Devam hürmetli vatandaşım.